sürprizimiz bor dedilar. Mana ham xabarim yo'q. Qanaqa sürprizligidan. Rahmatlar ham aytdilar, sürprizimiz bor dedilar. Kelingiz bilan dedilar. Rahmat deganlar. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Akajonim, kelinimga katta baxtliman. Baxtimizga doim oson bo'lib yursin. Bugungi kechamizni malikasi, kelinim doimo ochilib, sochilib yuring. Sizlarga atab she'r yozgandim. Ruxsat bersalaringiz o'qiraman. Akajonim, g'am qanaqa bo'ladi? Yolg'izlik, alam, qayg'uchi. Menga bu narsalarni o'rgatdingizmi? Yo'q, albatta. Meni bu narsalardan uzoq tutdingiz. Qor kelib menga hujum qilganda sel bo'lib uni doim to'sdingiz. O'rtoqlarim meni xafa qilganda ularni boplab qo'yganingiz. Esingizdami? Eslang yaxshilab. Singlingizni xafa qilgani uchun shapaloqning ta'mini eslab keldingiz. Akajon, bugun sizga baxt tilab ushbu so'zlarimni qog'ozga yozdim. Ko'nglingizni biroz ko'targan bo'lsam, men o'zimda yo'q shodumon bo'ldim. Rahmat hammaga. Voy, to'xtab turing. Akam haqida shuncha so'zlarni gapiribman go'yo. Go'zal keling, esimdan chiqib qolibdi-ku. Keling, sohibjamoldir. Bizlar uchun baxti kamoldir. Kechamizning malikasidir. Akajonimning rafiqasidir. Bugun mani dunyoga keltirgan onajonimni tug'ilgan kunlari. Ularni judayam yaxshi ko'raman. Ular mani voyaga yetkazdilar. Albatta ota-onam mani voyaga yetkazib, shunaqa bo'lishimga ular sababchilar va akajonim ham. Ularga ham atab she'r yozdim. Ota-onam ko'zlarimga dunyoni keng aylagan, boshim silab kamolimni poylagan, yuragimga pok iymonni joylagan. Otajonim, mehringizdir bir jahon, onajonim sehringizdir onajon. Alla aytib uxlamagan tunlari, bemor bo'lsam ichda qolar munglarim, nonlar yopib choy damlagan tonglari. Otajonim, mehringizdir bir jahon, tabassumim sehringizdir onajon. Rahmat. Akajonimga kelajonim katta baxtliman. Doimo bizlarni baxtimizni ko'rib, menga nasihatlar berib, qo'yib turishlaringizni so'rayman. Akajon, katta rahmat. Shuncha gap qayerdan kelyapti? Qaynar xumcha ekan-ku. O'zi kechqurun ilhom keladi menga. She'r yozib turaman, kitobim chiqqan. Kecha o'yladim-da, men shunaqa she'r yozsammikan, yozmasammikan deb she'r birga qo'ydim-da. O'shaning uchun keyin she'r essam, silsilab qolsam-chi dedim-da. Keyin ha, bu mayli eta qolaman, bittagina ekan-ku dedim-da. She'r yozdim. Xalqlar do'stligi saroyida Yulduz Usmonovaga mutlaqo qarsak bo'lgan emas. Briket o'ynasa ham, silsilab she'r aytsa ham, mehribon singilda boriga shukur. Guldiroz qarsakiylar bo'lsin. Mana endi hammamiz uchun surpriz, nikohimiz tabrik. Ana undan keyin keyin briketi yo'q. Qanaqa tabriklar ekan ko'ramiz. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun biza chiroyli mana shunaqa koshonada yig'ilib turgan ekanmiz. Undan juda ham baxtiyorman. Chunki bugun bizda quvonchli kun, eng baxtli kunlarimizdan biri.
singlim Nargizaxon va kuyovim Shohruxjonlarning nikoh to'ylarida bo'lamiz. Bundan biz juda ham baxtiyormiz. Bu ikkala yoshga baxt, omad, kelasi shuhratlarga beshik to'ylari nasib etsin ilohim. Hamma qarindosh kelgan qarindoshlarga kattakon rahmat aytib qolamiz. Sog' va omon bo'lib yuringiz. Shunday tadbirlarda ko'proq uchrashib turaylik. Mana bugun ertalabdan kelsam, onamning uylarida gavjum, qarindoshlar yig'ilgan. Shunaqa ham xursand bo'lib ketdim. Menga onam aytdilarki, "Kel qizim, osh damlagin" dedilar. Oshlarni damlab tashladim. O'zim salonga ketdim. Oshlar yemasdan, oshni endi ertaga yeyman. Aldadingizda kelaydi. Oshlarni damladi, guruchlarini tikka qilib, o'zi salonga ketdi, tikka guruchlar orqasidan ketdi salonga. Keyin hayajonlansa qoshi ko'p uchar ekan. Ertaga video tasmani ko'rasiz, xudo xolasa. Endi singillari, siz chuqur nafas olib, rasmga qilib turing. Biz ikkalamiz uchun gap. Lola singlim uchun. Sog' bo'linglar, ikkala yosh. Baxtli bo'lishsin, xudo xolani ham chin ko'ngildan tug'ilgan kunlar bilan muborakbod etib qolamiz. Sog' va salomat bo'lib yuring. Qo'sha nevaralar bo'ling. Har doim mana shunaqa eng yaxshi kunlarimiz, yomon kunlarimiz mana shunday davralarda bo'lib o'tsin. Kattakon rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmatlarga gapirishni o'rganing. Sahna nutqidan ham dars bersangiz bo'lar ekan. Tayyormizmi? O'rtaga chiqasizlar. You
gap bo'lishi mumkin emas. Tanajoringlarga sog' bo'lsin, oqibatinglarga ko'z tegmasin. Yaxshi niyatinglar o'zingizlarga yo'ldosh bo'lsin. Kuyov bola baxtli bo'ling. Boyagi maslahatlashganimiz tayyormi? Kimni chaqirib oling sizga? Singlimiz 18 bahorlarni qarshi olgan tavallud ayyomlari. Guldiroz saksagiylar bo'lsin o'zimizga. Sovg'alar onajonimizni muborakbod etib qo'yar ekanlar. To'yxona ma'muriyatidan iltimos qilamiz. Bu yoqqa turib olamiz. Agar iloji bo'lsa sal orqaroq tursak, hamma ko'radi bizni. Nima olib kelsin? To'yxona ma'muriyatiga iltimos qilamiz, kerakli jihozlarni hozirlab berishinglarni. Mana. Assalomu alaykum, yana bir bor. Bugun mana shu kungacha kechqurunlar uxlamasdan duo qilib, har doim menga yaxshi maslahatlar berib, ulg'ayib, katta qilib, men onajonim siz o'rgatgandan tabriklayman. Xudo xohlasa keyingi hojatlar bo'lish nasib qilsin, mana shu kunlarga. Bizlar sizni xizmatingizda har doim sizni bir kecha o'tirib bizlarga eshitib allayotgan savobini ham olamiz. Chunki siz shunchalik mehribonsiz, shunchalik yaxshisiz. Men sizni oldingizda har doim ta'zimdan, har doim sizlarni mana dada ikkalariga Xudodan so'rayman har doim. Mana shu kungacha hozir yoshimga qadar Alloh bularni yoshimga qadar savobini bersin. Ular uzoq bo'lsin. Har bir ota-ona shu onalarimiz hammalariga savob bo'lsin. Men ota-onamni juda ham yaxshi ko'raman. Ular meni jannatda. Ularni roziligini olish har bir ota-onaga bolalarga farzand nasib qilsin. Siz juda ham yaxshi. To'rtdan olib chiqasizlar. Agar ijozat bersanglar, Tolibjon otamiz bilan Sobiraxon onajonimizni ham davramizga taklif qilsak, guldiroz qarsagiylar bo'lsin. Mana shu qatorda tursalar, kelin-kuyovlarimizni qo'llaridan shirinliklar totsalar. Mana shu shirinliklar misoli baxtli kelin-kuyovlarimizni hayotlari totli bo'lsin. Guldiroz qarsagiylarni ayamanglar, davomiy qarsagiylar bo'lsin. Tolibjon ota keling. Sobiraxon onajonimiz ham kelsinlar. Kelin bola siz ham yedirib qo'ying. Qani onajonimiz? Sobiraxon onajon, qaysi tomondasiz? Ona mehmonda turgan. To'xtab turinglar, shoshmanglar. Kelin bolamizni onajonlarning davramizga olib kelinglar. Mashhur keling, onajonim qayerdalar? O'zbekning mehmon do'stligini qarang. Yelib, yugurib, mehmon kutib, mehmon kuzatib, guldastalarda shoshmay turasiz. Shu yerda tursin. Bugun hamma ssenariy bo'yicha ketish kerak. Onajonimiz kelsinlar davramizga. Mana shu so'zlarimni tarixga muhrlaysizlar. Onajon keling.
Guldiroz qarsaginglar bo'lsin. Mana shu so'zlar tarixda qolsin. O'yin kulgu shu qo'shiqlar hammasi o'z yo'liga, lekin to'yda eng esda qolarli damlar mana shu xursandchilik damlar. Bir kuni kelin bola sizni eshiting, kuyov bola sizni eshiting. Bir kuni